Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahrida yashovchi fuqaro Qurbonova Saodat. Sizga takroriy murojaat qilmoqdaman. Men bir necha marta sizga murojaat qilib, qizim Bozor Vastora Ibragimovaning ishi bo'yicha protest keltirish bo'yicha murojaat qilib kelmoqdaman. Men 2025-yilning 1-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortiqova bilan onlayn tarzda suhbatlashdik va men bu suhbat jarayonida Svetlana Ortiqovaga mening qo'limdagi mavjud bo'lgan barcha isbot va dalillarni ko'rsatib, menga protest keltirish bo'yicha amaliy yordam so'ragan edim. Ammo lekin mening murojaatimga nisbatan yetarli javob bo'lmadi. Murojaat mazmuniga qaraganda, murojaatimga berilgan javobga qaraganda ish o'rganilib, protest keltirish bo'yicha hech qanday kuchga ega emas ekan. Qanday qilib protest keltirish bo'yicha, masalan, menda shuncha isbotlar, shuncha dalillar bo'lib turib, yetarlicha asoslar yo'q bo'lishi mumkin. Kim o'rganibdiki, meni qo'limda mavjud bo'lgan o'sha dalillarni kim so'rabdi, kim o'rganibdi, qanday tarzda o'rganibdiki, menga javob xati kelyapti. O'rganishlar natijasida. O'rganish natijasida o'rgansa, meni ishtirokimda o'rgansin. Men ko'rsatayin isbot va dalillarimni. Menga protest keltirish bo'yicha hamma yetarlicha asoslarim bor edi. Hurmatli Nig'matilla Yo'ldoshev, men sizning qabulingizga navbatda yozilgan edim va navbatim yetib kelayotgan bo'lishi kerak. Men bir necha marta siz bilan uchrashishni, sizning qabulingizga kirishni so'rab murojaat qilyapman. Ammo lekin o'sha Svetlana Ortiqovadan suhbatdan keyin siz bilan uchrashuvga mumkin ekanligi haqida menga aytishgandan keyin, mana o'sha murojaatimdan keyin ham bir necha oylar o'tyaptiki, hali hanuzgacha men siz bilan uchrasha olmayapman. Men yana qancha kutishim kerak? Masalan, bu yerda meni qizimning taqdiri, bu yerda inson taqdiri yotibdi. Men 2026-yilning iyun oyida borib Bosh prokuraturaga yana qayta murojaat qilganman va o'shanda murojaatlarimni surishtirib, men qachon qabulga kirishim kerakligini so'raganimda, mana 10 kishidan keyin siz kirasiz, mana shu oyning oxirgi oylarigacha yetib kelishi mumkin degan edi. Men umid bilan har bir kunni, har bir soatni, har bir daqiqani kutyapman. Bu yerda meni qizimning taqdiri yotibdi. Hurmatli Nig'matilla Yo'ldoshev, mening murojaatimga ijobiy qarasangiz va adolatli tarzda o'rganilib, mening o'zimning ishtirokimda o'rganilib protest keltirsa, biz sudlarga keyin murojaat qilsak, men shuni so'ramoqchi edimki, mening qizimga qo'yilgan, masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan ayblanayotgan bo'lsa, har bittasi uchun, har bitta modda uchun 5 ta yoki 10 tagacha meni isbotlarim bor, dalillarim bor, ovozli dalillarim bor. Disklar topshirganman. 2-3 yildan beri men o'sha Bosh prokuraturaga hujjatlar topshirib qo'yibman. Lekin nima uchun mening ishtirokimda o'rganishlarni so'rayapman? Hech kim o'rganmaydi, javob xatida o'rganildi. Nimani o'rganadi? Mana shu yerda hamma meni qo'limda turibdi, bo'layotgan voqea tafsilotlari, kim nimani o'rganibdi? Shuning uchun ham xodimlaringizni to'g'ri yo'naltirishingizni va menga kelib o'sha qo'limdagi hujjatlarni so'rashni, meni o'zimning ishtirokimda o'rganishni, hamma narsani men isbotlab beraman. Menda hamma narsa mavjud. Shuni inobatga olib, meni tez kunlarda qabulingizga qabul qilishingizni so'rab qolaman.